Kia mashinalar defekt chiqmoqda. Ushbu ko'rib turgan mashinani biz 10 oy oldin oilamiz uchun xarid qilgandik. Biroq ushbu mashinani ozroq yurganimizdan keyin notekis yo'lda aynan kuzov qismida taqillagan ovoz eshitildi. Ya'ni biz Samarqand Kia saloniga olib borsak, ularda ustalar tekshirib, mana shuni tagidagi temir qismi bir-biriga ulanmagan holati aniqlandi. Biz 10 oydan beri hozir kurashyapmiz Kia kompaniyasi bilan. Biroq ular bizni radnoy mashina, ya'ni zavoddan defekt chiqqan mashina almashtirib berish niyati yo'q. Shu qismini svarka qilib ochib, yana to'g'irlab, yana svarka qilib kraskalab bermoqchi. Biz albatta bunga norozimiz, chunki biz yangi mashinaga pul to'laganmiz. Qonun biz tomonidan biz sudlashamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ogoh bo'linglar, Kia mashinasini olib bizga o'xshab kuyib qolmanglar. Chunki bular har bir avtosalonida borganingizda garantiyasi buziladi deb ko'chadagi 800 ming so'mlik moyni sizga 2 million so'mga almashtirib beradi. Biroq hali yurib turgan mashinani motori tugul zavoddan chiqqan birak mashinani almashtirib bermayapti. Sizni yurib turgan mashinangiz zapchast almashtirib beradimi? Kiaga ishonmanglar. Bizga o'xshab kuyib qolmanglar.